Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 9 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sharqiy Turkiston sürgün dokumenti Ma'avin Cumhur Reis Abdulahad Nur efendimni bu programmamizga qaytadan taklif qildik. Abdulahad Nur efendim programmamizga xush keldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Allah razı olsun. Biz Abdulahad Nur efendim bilan oldingi 2 qitim shu dinimiz to'g'riliq suhbat olib qolgan. Bugun 3-chi qitim bo'ladi. Biz bu suhbatni ko'p olib ketishimizdagi maqsad vatanda bizningki dinni to'g'ri o'rganish va uni to'g'ri tatbiqlash imkoniyatimiz yo'q. Hamda oldingi 2 qitimlik programmamizda Abdulahad Nur efendim bizga nurg'un diniy bilimlarni berdi, nurg'un narsalarni o'rgandik. Ham shu chog'da bizningki bu Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun qilayotgan xizmatimizning Alloh rizosi uchun ekanligi degan nuqtada to'xtaldik. Bugun hamda buning konkret usullari ustida parang olib boramiz. Bugun birinchi savolimiz Abdulahad Nur efendim so'raydigan: Islom dinimizni asos qilganda Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilaridan qutulish uchun nima qilish kerak degan savol. Şuna bir cevap verip bakamazsınız. Rahmet, Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm qarindaşlar. Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilaridan qutulish uchun nima qilish kerak degan savolga diniy nuqtadan javob bersak, bizning dinimiz tajovuzchiga qarshi kurash qilishni farz deb qaraydi. Farzayn. Farzayn degan alqa. Bununla atıp qo'yiladigan, sen qilibdi, men hozircha cho'lam tegmaydi, men hozircha undaqdim, bundaqdib bahona ko'rsatishga bo'lmaydigan degan farzlarning eng yuqori qismini farzayn deyiladi. Vatanni tajovuzchidan qutuldirishning hukmi bizning dinimizda farzayn. Bu Qur'onga qarasaqmi farzayn, sunnatga qarasaqmi farzayn, fiqh ilmiga qarab faqihlerimizning fatvosiga qarasaqmi farzayn. Fatvada bir g'arich musulmonning zimini besib olinsa, uningga qarshi butun ayol, cho'ng kichik, qari yosh, butun vatandosh safarbar bo'lib tajovuzchiga qarshi urush qiladi. Eğer o milletin kuchi yetmasa yoki u davlatning kuchi yetmasa, atrofdagi boshqa musulmon davlatlar qiladi. Ularning kuchi yetmasa, butun dunyodagi musulmonlar u tajovuzchini qo'g'lab chiqarish uchun jihad qiladi, g'azat qiladi, kurash qiladi deydigan bu hukm islom dinimizning Qur'onimizga qarasaqmi, hadisga qarasaqmi, fiqh ilmiga qarasaqmi, hammasi shunday hukm beradi. Shuning uchun bu hukmga asosan nima qilish lozim? Harakatga o'tish lozim. Sharqiy Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilaridan qutulishi uchun harakatga o'tish lozim. Harakatga o'tmay turib, biz 1000 yil yig'lab o'tib ketsak, u bizning dushmanimizda rahim qiladigan, mehribonligi tutib qoladigan unda bir tuyg'u yo'q. Ular insonlikdan chiqib ketgan bir maxluqlar ular. Surati insonga o'xshagan bilan ichki ruhiyati insonga o'xshamaydi. Unda marhamat tuyg'usi yo'q. Ma'lum bir insonkan insondagi yassun deydigan his tuyg'u yo'q ularda. Ularning maqsadi bizni butunlay Sharqiy Turkiston xalqi sifatida yer yuzidan supurib yo'q qilib o'tish, Sharqiy Turkiston degan zaminni mangu abadul abad o'zining qilib olish maqsadi bor. Yani bizni yo'q qilaman, o'ltiraman deb o'lim farmonimizni imzolab ijro qilyotdi. Hozirgi mush holatda yana harakatga o'tmasak, shu o'lishdan boshqa chora yo'q. Shu qutulishimiz uchun, Xitoydan qutulish uchun harakat qilishimiz lozim. Milliy mustaqilligimizni asliga keltirish uchun harakat qilishimiz lozim. Boshqa chora yo'q. Rahmat. Endi ikkinchi savolimizda shu Xitoy tajovuzchilaridan qutulishda qanday shaklda harakat qilishimiz kerak? Hozir siz harakat qilishimiz kerak dedingiz. Buning shakli qanday bo'lishi kerak? Endi ya'ni islomga ko'ra harakatimizning shakli va mohiyatining qanday
bo'lish haqida misol bormi? Buning misolini deb beramiz. Bu mu yaxshi savolken. Bizning islomga ko'ra harakat qanday bo'ladi desa, bizning islomga ko'ra musulmonlarning harakati amalun jamoiyun munazzamun deyiladi. Amaliy harakat qilish, vaqirab qo'yish, jaqirab qo'yish emas. Amaliy harakat qilish, bu harakatni munazzam degan shu tashkillik, intizom ichida, nizam ichida qilish, yana birisi jamoiyun degan millat shaklida. Shu millatning ayol, cho'ng, kichik, qari, yosh hammasi qo'zg'olib, anan lekin tanzim degan halqa tashkillanish, tashakkul ichiga kirish, plan va program bilan harakat qilish deganlik bo'ladi bu. Buni halqa xalq qo'zg'alish degan vaqtda faqatlam xalq qo'zg'alib o'zi qilsin degan gap emas. Bu yerda faqatlam u davlatda mancha odam, ma davlatda mancha odam ish qilsam yetadi. Masalan, surgunda hukumatning, Sharqiy Turkiston surgunda hukumatining hozir bu yil saylamda 60 millat vakili maksimum eng yuqori qabul qilaligimiz 60 millat vakili asos qonunga ko'ra. Bu 60 millat vakili butun davlatlarda butun kuch bilan ishlasimi, u yetmaydi u. Shuning uchun bu butun bu ishlashga xalqning dastigi, xalqning qo'zg'alishi bu shart bo'ladi. Bu mushundaq shaklda, tashkillik shaklda harakat qilishimiz lozim. Nima uchun degan vaqtda? Nima uchun degan vaqtda bizning islom dinimiz tashkillik harakat qilishni, bir tashakkul ichida harakat qilishni vojib deb qaraydi. Vojib degan bu ibodat qismlarida bir ibodatning hukmi sifati bo'lgan bilan siyosiy jihatdagi hukmda vojib eng yuqorida majbur qilishga tegishlik majbur ishlarni vojib deyiladi. Islom dini bunda holatdagi xalqqa tashkilotlanib, birer tashakkulning ichiga kirib, birer rahbarlikning ostida harakat qilishni vojib deb qaraydi. Ya'ni Uyg'urlarga, Sharqiy Turkiston xalqiga birer tashakkulning ichiga kirib, bir yerga bog'lanib turib, rahbarlik ostida harakat qilish islom dinimizning hukmi bo'yicha vojib. Anandan keyin buni amaliyatni isbotlaydi. Dunyoning hech qanday yerida tashkillik bo'lmagan intizomsiz harakatlar g'alaba qozongan emas. Her qachon tashkillik va intizom ichida, nizomnomalar ichida, qonun qoida ichida olib berilgan harakatlar g'alaba qozonadi. Shuning uchun bizning dinimiz nimaga chaqirdi? Bizning dinimiz jamoat bo'lishqa. Jamoat degan halqa bir davlatda 8-10 odam yoki 70-80 odam, 200-300 odam, necha ming odam jamoat bo'lishni buni bizning dinimizda jamoat deb qaramaydi. Bir millatning jamoat bo'lishi degan millat bir araga kelishi degan gap. Shuning bizning dinimizda jamoat degan gap tashakkulning ichiga kirish. Birer tanzimat, birer tashkilotning ichiga kirish. Ma tashkilot desam Uyg'urchada malqa hamma jutta, hamma mahallada bizning tashkilotni qurib, tashkilotningki bek tushib ketaylik bizda. Tashkilot qurish xalosib chiqqandek ish qo'yilib qoladi hozir. Xalqan odam qurvali verdigan bir ish qo'yilib ketaylik. Ma dinimizning da'vatgan tanzim, tashkil, tashakkul, jamoat deyilayotgan gaplar ash millat sifatida, xalq sifatida bir araga kelganning ismini buni deydi. Buni bizning dinimiz da'vat qiladi, buni vojib deb qaraydi. Masalan, bizning dinimiz bu vaqtda nima deydi? Yadullohi alal jamoat. Allohning yordami jamoatning ustida deydigan hadis bor. Ya'ni jamoat bo'lmasangiz, ya'ni millat shaklida bir araga kelmasangiz, ittifoq bo'lmasangiz, Allohning yordami kelmaydi degan gap. Yana birda va men shazza finnar. Bunmi boshqa bir hadis. Har qanday odam umum yüzlük milletning ishiga umum yüzlük kirmay ayrılib, men mandara qilib turay. Mening tashkilotim degan manda bo'lgandan keyin mandara qilib olay deb tashkilotni arvasa, ya o'zi arilib chiqib olsa, u odam jahannam tarafga arilib chiqib olgan bo'ldi deydigan hadis bor.
Allah'ın kulu cemaat üstü dedi o. Halkın üstüde, milletin üstüde dedi. Yani teşkili bir halkın üstüde. Üyeden ayrılıp çıkıveliş, meyli şahsi namıdan ayrılıvasın, meyli teşkilat namıdan ayrılıvasın, men tutturay, benim teşkilatım tuttuğsun digellik, cehennem tarafı ayrılıvağallık oludu. Anındakin, yani bizninki sünnette hadiste yani Peygamber Aleyhisselam innama yakulu zeybu minel ganabil el-kasiye. Bu Uygurçamıcık kolunumuz bu ne? Büyre ayrılıvağan niyeydi o degen gep var. Bu hadisten keleglik, sünnetten keleglik. Büyre ayrılğanını büyre yer. Bu hadis. Şunun için her kandak şahs bu vatanның müstakillığını asliga keltirish hareketinden ayrılıp aladı iken. Yoki her kandak teşkilat ayrılıp aladı iken şeytanga hizmet kılganlık bilan o'xshash. Çünkü şeytan yep ketudini deydi. Yana misal Vala salate limun fıradını halfas saf. Mesela namaz. Ve namazdan misal verip kaldık. Zaten misalga belirleş tegishlik en mühim narsa şu namaz. Namaz degen namazda mana Peygamber Aleyhisselam deydi o. Namazda sep tuturumuz go, cemaat olumuz. Namazda cemaat var, sep tuturumuz. Şu septe mesela 1000 adam tuğan bolsun, meyli 5 adam tuğan bolsun, bir septe tuğan bolsa bir adam ne aqidrak turup namaz o'qay, ayrım o'qay desa, namaz qabul emas deydi. Bu namaz degen shaxsiy bir ibodat. Namaz degen shaxsiy ibodat. Shaxsiy ibodatni Allah cemaat bilan qilasiz deydi o, teşkillik qilasiz deydi o. Şu teşkillik ibodatning ichiga kirgan vaqtida bir adam sepning orqasiga chiqib olib, men nima uchun chiqib oldi bu adam? Yoki septik adamning birasi buraydi o. Yoki yüzü burab qiliqliq, ishdan keldi, ta uraydi o boshqa. Men burab ketmaysan, uzoqroq turay desa, sebebi bo'lgan taqdirdimi namoz qabul bo'lmaydi. La salata demak namaz yo'q, uning yo'q hukmida deganga. Endi bu yerda namozni nim bo'lib berib qoldik bu yerda. Misol. Namozni misol bergandan keyin hamda bilamiz biz Uyg'urlar musulmon namozningki shu 5 farzning ikkinchisi ekanligini bilamiz. Namoz nima degan vaqtda ma bizningki savolimiz bilan munosabatlik tarafi namozning. Namaz mu'min kishining hayot mezonidir. Hayot mezonini tushundikku? Hayot mezoni. Bir mu'minning hayoti bo'ladi, hayotning mezoni namoz. Anandan keyin hayot nizomnomasidir. Bir mu'minning hayot nizomnomasi yashaydigan chaqda men masalan tug'ildim 12 yoshda balog'atga yetgan bo'lsam, o'ladigan vaqtimgacha, jon chiqadigan vaqtgacha men mandaq yashayman deydigan hayotimizning nizomnomasini namoz deyiladi. Buning arabchasi salatda. Salatda insonni ko'tarib turgan umurtqa sunkini salat deydi arabchada. Peygamber Aleyhisselam tercüme kılıp salatqa as-salatu imadud din deb tercüme kılıyorlar. Namaz dinni ko'tarib turadigan tüyrük deydi. Ma bina sağa vaqtida yo'q, betonliq tüyrükni qo'ydi-ku. Shunda kuchliq 20 qavat, 30 qavat sağan taqdirdim ko'taradigan yo'q binaning tüyrüklari bo'ladi. Foundation. Aşo namaz aş dinning yo'g'on tüyrüklari shu deydi. Nima uchun shunday bo'ladi desa, hozir kelimiz vaga. Nima uchun degan vaqtda? Chunki namoz mu'minning vaqt asosida tuzilgan xizmat jadvalidir. Xizmat jadvalini biz mana ishlab baqqanli bilamiz-ku. Xizmat jadvali. Ma inglizchada worksheet deydi-ku, worksheet. Bu musulmonning xizmat jadvali, bu namoz. Mesela bunu texmi tushundirish uchun worksheet degan yoki timetable mi deydi bu inglizchada. Mesela bir avtobus bo'lsin, meyli poyez bo'lsin, meyli aeroplan bo'lsin, falan vaqtda yo'lga chiqadi, falan yerda to'xtaydi, falan vaqtda tushadi deydigan boshdan oxir programmalanishning eti shu worksheet shu. Mesela biz kunda chiqib turadigan avtobusni nima qilsak,
Mesela ballarımız ne ettiğini aptuz kelip ektidi o mektapka. Aptuz, mektapның aptuzdırı kelip ektidi. Şu aptuz eydeydi adamның kuluğa aşı mektaptın bir worksheet berdi. Bunun da bu adamның aptuzның qışığı kaçan qandaq vaqt tikilişi, aptuzni qandaq tekşürüşü, yolgu saat qançıda çıkışı, falan adamның adresiga saat neçe minut ötkende şuaga berişi, yani bir adamның uygun qança minut ötkende berişi, hem ballarını toplap boğa vaqtında mektapqa saat qançıda kep buluşu, şuludun tatip yazılıp buludu. Aş yazılgan kuluğu tutkuzup koygan worksheet bir müminninki namazı aş şu. Namaz aş worksheet. Aş namazның içinde aş hayatımızda kılış tegişlik. Bütün nizamname namazның içi yazıqlıq. Qanda qilish, qanda şekilde icra qilish, qaysi şekilde icra qilishning hammasi namazның içi yazılıp ketken buludu. Şunun için bir mümin şu hayatidagi muş küreşte muvaffaqiyat qazanış üçün her günü şu 5 qatım praktis qılıdı şu vazifasini. Mesela askerning vazifasi nima? Vatanni qo'g'dash. Qanday qilib qo'g'daydi? Urush chiqqanda, jang boshlanganda dushmanni yengish uchun qanday qiladi askar? Her kuni mashq qiladi, shunami? Soatlarcha mashq qiladi. Pishidi, ta'laydi, hatto bir joylar qonab ketadi, sunib ketadi. Ashundaq bo'lsa-mu, jugurib qo'pab yüzünü kuchlandirish uchun, badanni kuchlandirish uchun, qobiliyatini oshirish uchun mashq qiladi. Nima uchun mashq qiladi? Aş vatanni qo'g'daydigan bir fursat chiqib qolgan vaqtda dushmandan mag'lub bo'lib ketsam bo'lmaydi degan maqsadda mashqni qiladi. Musulmonninki namozi aşı mashq shu. Men bu dunyo hayotida bu kurash dunyosi, men kurash uchun keldim. Bu kurashda shaytonni yengishim lozim. Shaytonning askari bo'lgan Xitoy tajovuzchilarini yengishim lozim. Xitoylarni qo'g'lab chiqarib vatanimni ozod qilishim lozim. Mustaqilligimizni asliga keltirishimiz lozim. Bu jarayonda Xitoy askarlari bilan tig'mi-tig' elishadigan ish chiqadi. Xitoy josuslarni elishadigan ish chiqadi. Mushu sohalarda o'zimni yetishtirishim lozim deb shu jarayonda 5 vaqt praktis qiladi bir namoz o'qiydigan odam har kuni. Bunun etini namaz deymiz. Namaz o'qig'achqa shuni Payg'ambar alayhisalom bu praktis meydanida namozni shaxsiy ibodat dedik ya. Bu praktis meydanida shunday namozdan ayrılib qolgan odamning namozini qabul emas deydi. Bir sapning oqisini o'tib olgan odamning namozini qabul emas deydi. Anadaki Qur'oni Karimda kurash jarayonida, Xitoyga qarshi kurash jarayonida qanday bo'lishimizni Keannahum bunyanun mersus. İnsanlar Xitoyga qarshi kurash qilgan vaqtda Allah shunday bir askar qo'shinni yaxshi ko'radiki, ular Xitoyga qarshi kurashni boshlagan chog'da bunyanun mersusdek. Bunyan degan bino degan gap. Mersus degan alqa burun bizning jutildan bino saga vaqtimiz qishdan salamizga asosan qish, qishdan. Yoki ham qish olsin, qishdan bino salamiz. Qishlar bisning orlig'ida kavak qoladi. Shu kavakni to'ldiradigan nima deydi buni uyg'urcha? Shu kavakni to'ldiradigan layni normal laydan emas-da, qo'g'ishundan yasalgan lay bilan to'ldirilgan binodek shunday chemberchas bir-biriga bog'lanib ketgan aşında kurash qiladiganlarni Allah yaxshi ko'rdi deydi oyatda. Mesela bir bino tasavvur qilaylik. Tümidin qishtirva yasalgan, uning ajrab ketmesi uchun tümining orlig'iga qo'g'ishlar bilan tümilarni eritib suvarka qilib etilgan qishlarni bir-biriga suvarka qilib etgan bir binoni tasavvur qilaylik. Bu binoda yer tevrab ketsimi, yiqilsimi, necha qatim dumulab ketsimi, mijilib ketmaydi u. Mustahkam. Bomba tekkan taqdirda shu zido soladi, bo'lmasa ajrab ketmaydi u bino. Allah yo'lida kurash qiladigan mu'minlarni tasvirlagan vaqtda ashunda binoga o'xshash bir-biriga kirishib ketgan, birisi-birisining qo'lini tutgan, ajramaydigan tashkillik intizom ichida kurash qiladigan jamoatni yaxshi ko'rdi deb
Sürü septi bunu deylik. Başka bir ayette yaxşılık bolsa, eğer halk menfaati bolsa, eğer Allah'a takvalık dairesi kirdiğin işlem bolsa, bunun bu yardımlaşış farz. Bu yana bir ayette yardımlaşışın farz ekanligindeydi. Özara yardımlaşıp köreş qilishni farz. Yana bir ayette Sure Asr'da haqni tavsiya qilish, bu haq yo'lda başımızga keldigan qiyinchiliklar, ig'irchiliklarga sabr qilish, bularning hammasi dunyoda g'alaba qilishning va oxiratda g'alaba qilishning shartlari deb Alloh Qur'onda deb bergan. Va tavasav bil haqqi va tavasav bis sabr. Bu haqni tavsiya qilish, sabrni tavsiya qilish deganlarning hammasi shu qo'lni qo'lga berib, mürini miriga turib kurash qilish jarayonni buladigan ishlar bu. Bularning hammasini bizning dinimiz farz deydi. Endi bu yerda savolninki javobi sifatida bularni dedik hamda buni degandan keyin tayinliq oxirga chiqarib o'taylik. Payg'ambar alayhissalom yana nima dedi? Bizningki islom dinimizningki ruhiga asosan biz millat harakatlanishi lozim, millat qo'zg'alishi lozim dedik-ku. Bizning islom dinimiz bunda qo'zg'alishning tanzim ichida bo'lishni muhim deb qaraydi, vojib deb qaraydi. Agar intizomsiz, chuvalchaq bir jamoat bo'lgan bo'lsa, islom dinini jamoat deb qabul qilmaydi. Fal islamu la ya'rifu jama'atan bighayri nizam. İslam dini nizamsiz, intizamsiz, chuvalchaq bo'lgan har qanday tashakkul deb qabul qilmaydi. İslam dini tashakkul deb qabul qilmasa nima bo'ladi? Her qanday işimiz Allah rızası için onu qilamiz, Allah rızası için bunu qilamiz deymiz-ku biz Müslüman sübtida. Eğer intizam bo'lmagan bo'lsa, tashkilot, tashkillanish bo'lmagan bo'lsa, bir rahbarlik qatlami, aningdekin ishchilar qatlami, askarlar qatlami hamma odamning qilishga tegishli ishlari tartib va nizam ichida bo'lmagan bo'lsa, Allah bundaq ishlashni qabul qilmaydi deydi. İtiraf qilmaydi. Biz jamoatlashgan to'q, biz tashkilot qilgan to'q, uni qilgan to'q, buni qilgan to'q, kuchimiz yetmedi desak, Allah sen yolg'onchisan deydi. Nima uchun? Sen kunda 5 vaqt namoz o'qib turib, namozingni o'rnak olsin deb farz qilsam namozni, har kun 5 vaqt o'qib, namozdan o'rnak olsin deb farz qilsam, shu namozdan o'rnak olmay chuvalchaq tashkilotlanib mag'lub bo'lgan bo'lsang, sening o jamoatlashishingni qabul qilmayman deb Allah onu qabul qilmaydi. İslamni qabul qilmaydi. Unda bo'lgandan keyin hatto bir kichik jamoat deyli namozning ichida. Namazning ichidagi jamoatmi intizom bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, masjidga boramiz-ku. Har qatim Allohu akbar deb namozga turadigan vaqtda imomlar savu sufufakum deb namoz jamoatni tuzlaydi. Şu namaz qabul bo'lmaslikdan qo'rqqanligi uchun tuztiringlar namozingni qabul bo'lmaydi dedi imom. Yana hadisda nima deydi? La yanzurullohu ila safil a'vaj. Maymaq safga Allah qarabmi qo'ymaydi deydi. Ben namazning gapi bu. Namoz degan shaxsiy ibodat dedik, ibodatlarning eng ulug'i deymiz-ku. Mesela namaz okusak, bizning namazimizning Allohga bir foydasi olmaydi. Foydasi olamdi ya. Namaz o'qisak, o'zimizga foydasi olamdi. Sabab nuqtasini oxiratni o'ylasak, bizga foydasi bor. Ammo dunyolikqa bir foyda kelmaydi namozdan. Ammo shunday bo'lishiga qaramay, nima uchun ulug' bir inson, nima uchun namoz o'qimagan odamni dindan chiqdi deydigan darajada eg'ir hadislar bor. Chunki o inson nizamnamaga kirmaganligi uchun. Mushunda bir namoz ichida nizamnamadan chiqib, sepni shunda maymaqlam qiladi ekan, Alloh u namozga qaramaydi deydi. Aningdan keyin seplar birsi rus bo'lishi lozim. Aningdan keyin shu
müriga tegib turish lozim, huşuqqa turib tegish lozim. Edisda sahabalar deydi, biz namoz to'g'an vaqt namozni shunda zich to'g'achqa bizning kiyimlarimizdan müür taraflarimiz asan yishilib ketadi deydi. Şu müürni meriga tirab niqtab mushundaq turdi namozda, imom ruku qilganda ruku qiladi. Semiyalloh degan o'xshash bir bedendeklar. Secde qilganda bir bedendek secde qiladi. Aşındaq bo'lgan vaqtda insonga namoz biz hecep birkenmez, hemmadam hecep birken. Birlik tuyg'usi beradi, ittifoqlik tuyg'usi beradi, qarindoshlik tuyg'usi beradi. Anki imomga hurmat qilish, imomga ergishish tuyg'usini beradi. Boshliqqa itoat qilish tuyg'usini beradi. Elki biz secde qilsa, mayandan biz secde qilib, biz tik turib, mayandan secde qilib, o secde qilib atsa, biz beshini ko'tarib, elki imom secde qilib bo'lgan vaqtda biz tahi uyri turayotgan, yoki imomning oldiga o'tayotgan, mandaq igiz pes namozning ichidagi bunga Alloh qarabmi qo'ymaydi deydi. Normalda biz jamoatga bormay uyimizda o'qiymiz-ku ko'pincha. Jamoatga borib o'qish shart. Nima uchun? Jamoat shakllantirish uchun. Umum yüzlük bir seferberlik halatını şekillendiriş için mescidga berip okuymiz. Mescidga bakan takdirde mi? Sefte, secdede, rukuda igiz pes kulab ketip kalsa Allah kabul kılmaydı. Ne için? İnsan aşında igiz pes ügünüp kalsa. Biz igiz pes ruku kılıp, igiz pes secde kılıp ügülüp kalsa ne bulurdu dese Müslümanların nizamı bozulup gidiyor. Mesela hazır dünyada nurgun problemler var. Mesela Şarkı Türkistanlıklarının beşiği kelgen bu balayı afet, bu irqi qirg'inchilik dünyada hiç qanday bir milletin beşiği kelmedi. Başkalarının beşiği irqi qirg'inchilik kelgen bilen bütün dünya bildi. Onun qarshi turalidi, desteklaydiganlar chiqdi. Irqi qirg'inchilik qilganliga nima ish qilsan deydigan odam chiqdi. Bizning beşimizga kelganda chiqmadi. Taxma g'arb davlatlari irqiy qirg'inchilik qildi deb og'zak so'zlab qo'yganlar bilan bizning musulmon qarindoshlarimiz Xitoyni qo'llayotdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bo'lsin, Yevropa Birligida bo'lsin, xalqaro sahnalarda bizning qarindosh musulmon qarindoshlarimiz Xitoyni qo'llayotdi. Bizning qarindosh, qardosh deganlarimiz xalqaro sahnada Uyg'urni setib Xitoyni qo'llayotdi. Pul uchun. Nima uchun? Nima uchun mushundaq musulmonlar mushundaq yüzsüz, mushundaq bisham, mushundaq vijdonsiz bo'la oladi? Chunki namozdagi seplarimizga qarab baqsaq bo'ladi. Eng muhim ibodat degan namozdagi seplarimizmi igizpas ya? İnsanlarning orasiga bir mushukchisi, bir ishchi sifatidek bo'sh qilayotgan. Peygamber Aleyhisselam bir namazning nimasida sepida kichikkina kabaq qilib qolsa, shuani shayton to'ldiradi deydi. Nima uchun buni deydi? Mesela biz hozir Sharqiy Turkiston surgunda hukumati deymiz. Bunun prezidentlik ofisi var. Baş ministerlik ofisi var. Baş ministerlik nurg'un ministerliklar var. Tashqi ishlar ministerligi, ichki ishlar ministerligi, tashviqot ministerligi u bu degandek. Mushundaq yerlarda edemlerimiz to'liq mu? To'liq emas. Bizning millatning ichidan chiqqan, o'qigan, shu ishlarga kerak kelayotgan edemlar bizning sepga kelib sepni to'ldiryapti. To'ldimi de. Bu surgunda hukumatimizning hozir 20 yil bo'lgan bo'lsa, qurilganiga 19 yil bo'lgan bo'lsa, mushundaq zaif qilishining sababi biz musulmon millat turug'liq, o'zimizni musulmon deb turug'liq. Mushunchilar zulm, mushunchilar irqiy qirg'inchilik beshimizga kelgan turug'liq. Bizning millatdan chiqqan ziyolilar, huquqmishliq deyotgan ziyolilar bizning ma kam qolgan sepga kelib to'ldiryapti. Bizning ma diniy sohada yetishgan va'da o'qigan yo'g'on domillamlar, professor doktorlarimiz bizning ma siyosiy sepga kelib ma chala qolgan seplarimizni to'ldiryapti. Aşıncılar muhim bir ibadet bo'lgan namozdagi sep to'ldirilmasa, sep çalıqası namazını Allah çöpke, ahlatga etib qo'ygan bir Allah, qabul qilmayotgan bir Allah. Bizning mushundaq bir yo'g'un vatanni ozod qiladigan, vatanning mustaqilligini asliga keltirish uchun qilinayotgan mush kurashlarda, mushunda chuvalchaqlik,
bo'lsa Alloh qabul qilamdi. Seplerimiz aşında kavak kılıvassa, aldığımızdaki 4 yıl içinde Tashqi ishlar ministriga adam topolmadik mesela. En muhim sahalarimizdeki o'qigan insonlar kelmaydi. Nima uchun kelmaydi? Ya tez kelganlikdan kelmaydi. Yoki shaxsiy kibrdan. Men menda o'qigan odam bo'lsam, shunda o'qimagan odamning qishig'i kelmayman deb boshqalarni yaratmaganlikdan kelmaydi. Aşa ana hayrun deydi Arapçada. Şeytanning gapi bu. Adem Aleyhisselam bilan tunishtirganda manga salom qil. Ma Adem Aleyhisselamga secde qildisa ana hayrun undan men ustun tursa. Topudan yaratılgan bir məxluq tursa, mendigi otdan yaratılgan tursam, nemişki men onunğa berip tazim qildi ekanman. Men onunda yo'g'on tursam, men nemişki onun aldığı bardı ekanman degechke şeytan bo'lib ketigilek. Ama bizning millatdan chiqayotgan, mayli diniy ziyoli olsun, mayli fanniy ziyoli olsun, mushundaq bir eg'ir kunda qilyapsa bizning millatimiz, mushundaq bir depsendichilikni qilyapsa, yo'qolish girdobiga berib qolsa bizning vatanimiz, mushundaq ahvoldimi sürgünde hükümetinin qishig'i kelmay. Halbuki bu hükümetke hammadanning ehtiyoji borligini hammadan biladi. Bir sürgünde hükümetning bo'lishiga ehtiyojimizning borligini üzlü men Uygur, men insan degan adamning hammasi biladi. Bilib turib nima ish kelmaydi? Ana hayrun deganlik uchun kelmaydi. Men texmi qobiliyatlik, men texmi ustun bo'lgandan keyin kelmayman deydi. Halbuki dinimiz nima deydi? Kilisan miyaga deydi, kilisan. Eğer o rehberlik kabiliyetsiz bo'lgan bo'lsa, kilisan kabiliyetsizlik taraflarını yüzüge salsan, tüzeltsen deydi. Mesela bu tüzeltiş hakkında yana hadiste manda bir gap var. İnnema ju'ilal imanu liyutamma bih. İmam nima uchun ba? Yani rehber, prezident, başkumandan nima uchun ba? Nima uchun onu prezident deymiz, nima uchun onu rehber deymiz, nima uchun onu kumandan deymiz? Liyutamma bih. Tabi buluş uchun, onunla ergishish uchun ba. Mesela mescitte imamla nima uchun saylaymiz? Sen imam bol deb, sen imam bol, biz sana ergishimiz deyish uchun. Askarning beshig'i nima uchun sen kumandan deymiz, general deymiz? Ma askarlar sana ergishsin deb. Bir davlatning beshig'i nima uchun cumhur reisini tiklaymiz? Ma xalq manga ergishsin deb. Shundami? Ergishmaydigan ishimiz bo'lsa, nima ishi bor u odamning o rahbarligining o'yida? Unda bo'lgandan keyin, agar siz qobiliyatli bo'lsangiz, o'zingizni ustun ko'radigan ishingiz bo'lsa, uzoq turib olib, qechib olib, sepni bo'sh qo'yib emas, bo'sh qolgan sepni to'ldirsiz, imomga luqma solasiz, munda olib qoldi, unda olib qoldi, paloniya chala qoldi deb. Anki imom ras bu mendan obdarroq biladi ekan desa, bizning shariatimizda, bizning dinimizda eng qobiliyatli, eng taqvo, eng iqtidorli inson rehber bo'lish sharti var. Rehber bo'lishning shartida birinchi numurliq eng ishonchli bo'lish, ikkinchisi qobiliyatli bo'lish deydigan shartlari var. Eğer şu qobiliyatli insonlik kelib o'zining qobiliyatli ekanligini isbotlay olsa, boshqa o'tash bizningki dinimizning hukmi, boshqa o'si bo'laveradigan gap. Zaten bizning dinimizda qobiliyatli bir odamning borlig'ini bilib turib yanimizda. Mendan müstirrek bir adamning borlig'ini bilib turib, agar imomlikni uningga bermay, men imomlikni davom qilaversam, xiyonat hisoblanadi. Mushundaq bir dinimiz turug'liq. Bizning nurg'un ulamolarimiz, nurg'un professor, doktorlarimiz bu sep kemmay sepni uchiq qo'yaversa, Allohning qanday rahmisi keladi bu millatga, Allohning qanday yordami keladi. Endi bu yerda namazını hakkında nima qildik? İmam tekbir aytganda Allohu ekber desa, jamoat Allohu ekber deb tekbir aytadi. İmam ruku qilganda jamoat ruku qiladi. İmam secde qilganda imam secde qiladi. Jamoatmi secde qiladi. Nima uchun? İmamga ergishish uchun. Nima uchun bu qoidani Alloh chiqarib qo'yganlik? Bu namazning bu icraatda amaliy maydonga borgan vaqtida o'ttirg'i chiqishida
mush namazga o'xshash bo'lsin, ashunday intizomlik, ashunday tartiblik bo'lsin deb Alloh shuni qilib qo'yadi. Ruku qilish farz, sajda qilish farz, imomga tabi bo'lish bu asos prinsip. Bu nima uchun ashuna qiladi desa, qisqarsak namoz nima degan vaqtda bu nuqtadan namozning bekchiq foydalari bor, hozir qadar ulamolarimiz anlatdi. Namozninki fazilatini anlatib tugatolmaydi. Ammo namozning bizning siyosiy tarafga, jihodiy g'azat tarafiga bo'lgan munosabati, buning foydasi nima degan vaqtda namoz nima desa, islomiy bir tashakkulning nizam nomisining kichiklitilgan surati. İslami bir teşekkülün, mesela misal versek yana, biz Uygurlarının ki Şarkı Türkistanlıkların içinde Şarkı Türkistan sürgündü hükümetine bir teşekkül deyimiz. Teşekkül diyen teşkili bir nizamname içinde ben anlatkan bir teşekkül desek, şu İslami teşekkülünün nizamnamesinin kiçikletilgen suretine namaz deyimiz. Nima için bunu suret deymiz? Bunun ruhi nerede? Namazın ruhi qasi? Namazın ruhi iman. İman degan aqida deymiz go. Aqida deganda rasmga tatqilanmaydi. İman deganda rasmga tatqilanmaydi. Şu bizning aqidamizning, imonimizning, mingimizning ichidagi, qalbimizning ichidagi şu imonning rasmga tortilgan surati namaz. Bu namazның, bu suretning emeli ahvali şu Müslümanның hayatı şu. Müslümanның hayatı aş namazdaki intizamlık bo'lishi kerak. Eğer namazga o'xshamaylam qalsa, o insanның hayatı qabul bo'lmaydi degan gap. Masalan, jamoatda imom bo'lish kerak, shundaymi? Imom degan rahbar degan gap. Anki muazzin bo'lish kerak. Bunu qilamiz, bunu qilamiz deydigan. Ankin uningga tabi bo'ladigan jamoat bo'lish kerak. Imom degan bir davlatningki nimasiga o'xshaydi, prezidentga o'xshaydi. Jamoat degan askarlarga o'xshaydi. Muazzin degan uning tashviqot ministrligiga tashviqot apparatiga o'xshaydi. Baş prezidentdan tortib eng oxirgi bir nafarga qadar, normal bir askarga qadar hamma odam, hamma musulmon vazife elishi lazım. Şu vazife elip bir yerga bağlanışı lazım. O yana bir yerga bağlanışı lazım. Yana bir yerga bağlanışı lazım. Bağlanıp şu bir rehberge bağlanıdı. Şu bir rehberinin kumandanlıqida hareket qilgan vaqtimizda qanday bo'ladi natija? Vatanning azod bo'lishimi asallashidi. Vatanning azod bo'lishi jihad degan vaqtimizda, g'azot degan vaqtimizda, qital degan vaqtimizda bu üç kelimenin hammasi diniy terminoloji. Dini atalgılar bularning hammasi. Ba'zi yerda Qur'onda jihad deb chiqadi, ba'zi yerda qital deb chiqadi, ba'zi yerda g'azot deb chiqadi. Mushu hamda Alloh tarafidan farz qilingan bir ibodat bizning bu hayotimizda, mushni ijro qilish jarayonida. Mushu namoz bo'lganda shu nizomnoma, intizom bo'lmasa mag'lub bo'lib ketamiz. Shuning uchun savolning javobi nima bo'ldi? Qanday shaklda bo'lish kerak degan-ku. Mush namozning ichidagi jamoat imomga qanday tabi bo'lgan bo'lsa, xalqmi rahbarlikka ashunday tabi bo'lgan vaqtida, ashunday itoat qilgan vaqtida amalga oshadi degan gap. Shuning uchun rahbarlik bek muhim bo'lg'achqa, rahbarlar bek ishonchlik bo'lmasa bo'lmaydigan bo'lg'achqa, rahbarlikka aldirab qabul qilinmaslikning sababimi shu. Bo'lmasa talashadiganligi, masalan, nurg'i yalda unda qilish kerak, bunda qilish kerak deb talashayotganligi. Kelinmaymiz, siz qiling deb tashlab bas bo'ldigan gap. Ammo uning ishonchlik ekanligini rost shu og'zi deyilayotgandek millatni satmaydiganligi isbotlanmay turib tashlab berish, bilan miyakil o'tkazib qo'yish, bu millatningki haqqiga xiyonat qilganlik bilan o'xshash. Masalan, Sharqiy Turkiston sürgün hükümet hazır kurulduğu 19-20 yıl bo'lgan bo'lsa,
Hazır birisi çıksa pon etipdim. Siz degan qilmadanlar hozirgacha. Men shulab ketdi. Hech nimani qilmadanlar, hech nimani qilmadanlar deb qiqitib bersa, voy hocam siz qila olgandan keyin keling miyadi deb tashlab berish odamga xo'sh yoqadi. Acaba obdan bo'ldi keling siz deb tashlab berish odamga xo'sh yoqadi. Ammo uni isbotlanmay turib, uning ashunda obdan xizmat qildiganligi isbotlanmay turib tashlab berish xiyonat hisoblanadi. Shuning uchun alqi adam tanlashda u undaq ekan, bu bundaq ekan deyishningki sababi shu rahbarlik uchun. Bo'lmasa u adam tanlash kerak emas. Kim Xitoyga qarshi vatanning ozodligi uchun uni qilaman, buni qilaman desa, hammaga welcome deydigan gap. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Zadi ihtiyacımız vardı desek bulardan gap. Hiç qanday adamga darvoza taqoqliq emas. Faqatlam bu rahbarlik yeri normal bir şirket shunda qiladi o. Normal bir 5-10 adam ishlaydigan bir shirkatmi? A shirkatning 5iga, a shirkatning egisemdi o. Shu bir supervisor elish uchun voy men unda qilishni bilim, bunda qilishni deydigan poat bagi adamni olmaydi o. Nurg'un intervyu qilib, uning backgroundlarini check-up qilib, ishonchli ko'rgan bo'lsa, ras shuning o'ddisidan chiqaligidek ko'rgan bo'lsa, shuning egisi ras ishonsa oladi uni. Kichik bir shirkat uchun. Bo'lmasa bir davlatni mustaqil qilamiz, mustaqilligini asli keltiramiz deydigan bir tashakkilga tunilmaydigan, bilinmaydigan odamni elish uncha oson ish emas. Chunki buning mas'uliyat og'ir. Shundaq bo'lg'achqa bosh turib atqanlar herib ketgan taqdirdimi bir tashlab etib bo'pti deb chiqitib aramog'is kasmi tashlab etmaslikning sababimi bu. Bu halqa munosabatsiz savolga degan gaplarim. Buni deb qilishimning sababi islomiy tashakkul orqali bo'ladi bu ish dedik ya. Harakatning shakli qanday bo'lishi kerak degan vaqtda butun millat shaklida bütün devlet şeklinde Xitoy qarshi turmasak bo'lmaydi dedik ya. Shuni deyish uchun hamda buningga namoz chiydi tushuntirish uchun. Anandan keyin hozirgi misol berish jarayonida Sharqiy Turkiston surgun dokumenti kirgizildi. Bu mushunda masala. Hamda rahbarlik halqa, mashila o'ylaganda halqa imomat deydigan bir gap var Şiilarning. İmam nimdi shuning gapi ras. Bunda bo'lavermaydi. Bizning islom dinimizda eğer imam xatolik qilsa, namozning ishida turib luqmasal emas. Jamoat to'lab tarovih kelganda bilsa, imam ezib ketsa, ya bilib ezib ketsin, bilmay ezib ketsin, tajvidni xato bo'lib qolsin, oyatni almashtirib etsin, garchi u namozning ichi bo'lsa-mi, o'qiyotganmi, boshqa oyat bo'lgan bo'lsa-mi, o tutib turayman namozdan keyin deb beray demay, namozning ishida turib luqmasal emas. Bu nimani bildirdi? Islom rahbarligida bir rahbar xatolashgan vaqtda del joyida xatoligini deb tuzatish kerak, jamoatning vazifasi bu. Shuning uchun rahbarlik nimdisi maqbuludi deb qarg'ulachi ishinidigan, qarg'ulacha agishadigan ishmi yo'q bizning dinimizda. Rahbarni obdan tanlaymiz, eng yaxshisini tanlaymiz, eng ishonchlikini tanlaymiz, tanlab bo'lgandan keyin u nima desa ijro qilamiz. Dinimizning hukmi bu. Rahmat. Bu savolning mazmuni pek kengri bo'lganligi uchun tafsiliy tushuntirildi. Asli bizningki nurg'un savollarimiz bor edi. Shuning ichida faqat birni deb qo'yildi, chunki vaqtimiz yetmadi. Abduqodir Damollam bizning birinchi jumhuriyat qurilishida ma'naviy asos solgan ulug'imizdir. Damollam ayni chog'da Qashqarda oqartish ilib borgan, dinni ilmiy usulda o'rgatish bilan birlikda fanniy darsliklarni o'rgatgan va ko'p shogird tarbiyalagan. Ammo Qashqardagi qarniyat mutaassis mollalarning qattiq qarshiligiga uchragan va keyin qatl qilingan. Sizningcha bunday ahvol bizning hozirgi zamonimizdami, mush vaqtimi bormi? Mushunga o'xshash diniy unsurlar bormi? Mushunga bir javob beradigan bo'lsangiz, bizning degan vaqtimiz pek jiq emas. Rahmat. U Abduqodir Damollam haq tarafdori deydi. Vatanimizning mustaqilligini xohlaydigan kishi edi. Xalqimizning farovonligini, erkinligini xohlaydigan kishi edi. Shuning uchun xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlamoqchi bo'lgan. Shuning uchun diniy bilimlar kerak bo'lgandek, mustaqillik uchun fanniy bilimlarning kerak bo'ladiganligini bilgachga, diniy fanniy demay, hammani boshlab xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlagan. Ammo u chaqdagi mutaassib
diniy kuch desak bo'lmaydi, chunki diniy odam o bilimni diniy, fanniy deb arif yurmaydi. Bilimlik odam. Chunki bizning dinimizda diniy ilm, fanniy ilm deydigan ilm bo'lmaydi. Bizning dinimiz faqatlam ilmlam deydi, ilmni farz deydi. Bu farz shu insoniyatga manfaatlikdan bo'ladi ekan, xalqqa, ummati Muhammadga manfaatlikdan bo'ladi ekan, bu ilmni o'qish farz. İnsaniyatga ziyonliq bo'lgan bilimlarni o'qish cheklangan bizning dinimizda. Shuning uchun Abduqodir Domollam tipidagi insonlarni manfaatga boshlaydigan insonlarning hammasi inqilobiy insonlar. Shu chog'dagi mutaassiblardek bilmaydigan Xitoy vakillari millatimizni jaholatga boshlaydigan, Asmarassiyaga boshlaydigan, Xitoyga ishlaydiganlar yoki Xitoyga ishlaganligini bilmay turib, dinni tushunmay turib, qarisiga, faniga qarshi chiqadiganlar, bular o inqilobiy insonlar hisoblanmaydi. Shuning uchun Abduqodir Domollamning misoli hozirgi zamonda bo'lganidek Abduqodir Domollamga qarshi chiqib, xalqimizni Xitoy asoratida tutib turishni xohlaydigan, Xitoyga ishlaydigan molla suratlik maxluqlar yo'q emas hozirmi. Shuning uchun mening davomli deydiganim, masalan, ziyolilardan, masalan, hozir biz ziyolida pand o'qiganlarni ziyoli davatimiz-ku, normalda xato bo'lsa, biz hozir shunday deb qaraymiz. Ziyolilardan bir xoin chiqsa, Xitoyga ishlaydigan. Ziyoli degan shunday bo'ladi, bu g'olning hammasi eski degan bo'lamdi? Bo'lmaydi. Chunki bir ikki odamni deb bir sinfni butunlay qarlab yetishga bo'lmaydi. Shuningdek, molla sifatidagi Xitoy kadrlaridan bir ikkisi oshkorlanganga buni Domolli deb qaradik, falonni Domolli deb qaradik, Xitoyga ishlaydigan chiqib qoldi. Uni deb anandikin butun mollalarni xoinga chiqarib yetishga bo'lmaydi. Shuning uchun xoin kim bo'lishidan qat'iy nazar ismini deb turib xoin deymiz. Masalan, hozir Sharqiy Turkiston mollalarining 50% xoin chiqib ketgan taqdirdimi? Molla deb atalgan. U xoinligini bilgandan keyin u molla emas, xoin u. Shu molla degan gap halqa diniy olimni biz molla deymiz-ku. Shuning uchun halqa diniy olimlarni qaralashga, mollalardan undan bundan deb qaralashga bo'lmaydi. Qaralaydiganimiz kim? Shu xoinning o'zi. Bizda halqa yaqinda shunday bir hujum boshlandi. Halqa ziyoliyin tillasimi bütün ziyolilarni qari qo'yaqlam tillaydigan. Mollani diniy ulamani tillasimi butunlay qari qo'yaq tillaydigan menda bir ish boshlandi. Bu xatarlik. Bu halqa millatning ichidan chiqqan ilmlik insonlarning nufuzini yarvilay yakson qilib, xalqimiz ichida hech kimga ishonmaydigan bir holatga ekilib yetish uchun qilinayotgan bir suiqasd. Shuning uchun buni Xitoy halqa mollamlarning nufuzini sundirish uchun o'ziga ishlab vazifasi tugagan yoki o'zi oshkor qilish orqali mollamni qaralashni xohlagan insonlarni o'zi oshkorlab birdan ikkidan ashunda diniy olimlarni bosh ko'tarmaslikni Xitoy qiladi. Ziyolilarni bosh ko'tarmaslikni Xitoy qiladi. Shuning uchun biz Xitoyning bu to'ziqiga tushmay, qanday qilsak tushmaymiz? Kim xoin bo'lsa, uni unvoni doktor bo'lsin mayli, professor bo'lsin mayli, Domollam bo'lsin mayli, Alloh bo'lsin mayli, ismini aşağı atab turib xoin desak bo'lardi, ismi bilan. Uning halqa to'g'ri. Bu unvonini qatmay turib. Shuning uchun Abduqodir Domollam zamonida eski munofiq mollalar bog' bo'lgandek, hozirgi zamondami munofiq mollalar bor. Uni men molla demayman-ku, shu munofiq deb atayman. Shuning uchun bu halqa shayton Odam alayhisolamning zamonida bo'ldi, hozirmi bo'lgandek, u munofiq eksili inqilobchilar Abduqodir Domollam zamonida bo'lgandek, hozirmi bor. Shuning uchun hushyor bo'lishimiz lozim. Rahmat, bek yaxshi javob berdingiz. Ondan keyin bugun biz nurg'un narsalarni o'rgandik. Bu tajovuzchi Xitoyga qarshi turish uchun bizningki barliq harakatlarimiz, g'azot, jihad hammasi bir farz bizga. Ondan keyin bizni bir tashkiliy harakat qilishni mush dinda deyilgan deb o'rgatdingiz. Ondan keyin cho'qim jamoat bo'lish kerak deb. Jamoat bo'lganda namoz misoli bilan sap to'g'ri bo'lish kerak, o'rtaq bo'lish kerak ishlar.
demek orqali bizni ittifoq turish kerak. Durust odam imom bo'lish kerak. Xuddi bizga durust odam rahbar bo'lish kerak. Uning aqib turganlar cho'qim rahbarning gapini anglash kerak degan bir diniy hukmni bizga o'rgatdingiz. Bek yaxshi bo'ldi. Demisizmi, Sharq Turkistondagi sürgün dokumenti qurilib, nurg'un odamlarga ehtiyojli bo'ldik, ammo bu odamlarni biz topamadik. Xuddi siz degandek bu Uyg'urlarningki eng negizlik manfaatiga taqishirgan masala Sharq Turkiston sürgün dokumenti Sharq Turkistondagi mustaqillik uchun harakat qilayotgan birdan-bir hukumat endi. Asli ziyolilar, bilimliklar yig'ilish kerak edi, mush bo'shliqni to'ldirish kerak edi, lekin undaq bo'lmadi. Inshaalloh bundan keyin shunday bo'lib qolar. Bugungi bizga berganmiz ta'limlaringizga ko'p rahmat. Kelar qitim biz yana diniy masalalar uchun yana so'zlashimiz, chunki buni savollar bek ko'pkan. Biz vatandagi vaqtda bundaq bir dinni to'g'ri bir o'rganish va uni tatbiqlash imkoniyatiga ega bo'lmadik. Endi muhojiratga vaqtimizda bo'lsa-mu, mushni bir to'liqlab olsak, bundaq bir darslarni nurg'un fanni o'qigan insonlar bu to'g'risida bilmaydi ekan. Shunga sizga ko'pdan ko'p rahmat. Shu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Ko'pchilik hamsa bugungi programmamiz mushaytichi bo'ldi. Kelar qitimliq programmamiz yana to'g'rida e'lon bo'ladi. Bugun muavin Cumhurrais Abdulahat Nur apandiga ko'pdan ko'p rahmat. Aslikim ko'p rahmat. Alloh qamar. Allah